siz faqat operator ishini qilayotgan bo'lib qolasiz xolos. Bu ularning eng birinchi katta xatosi. Ko'p bolalarni kuzatganman, men o'zim ham ko'p shogird olib ishlataman. Yangi kelishadi ishga, kompyuterga o'tirib olib ishlashni boshlashadi. Bu ularning eng birinchi katta xatosi. Yangi ishga kirdingizmi, zavod bo'ladimi, qanaqangi kichkina korxona bo'ladimi, farqi yo'q. Qayerga kirishingizdan qat'iy nazar birinchi bo'lib borib faktni o'rganinglar. O'sha tex protsessi, jarayonni o'rganib chiqinglar. O'zi sizlar kirgan korxona nima bilan shug'ullanadi, nima ishlar qiladi, qanaqa protsesslar bor, oldi berdi qanaqa qilyapti mejda zavod ichida yoki sexlar bilan kamida 10 kun, atak 1 oygacha o'rganish bilan o'tkazing o'zingizni. Ana undan keyin bemalol kelib o'tirib kresloyingizda o'sha ishlarni jadvaldami, programmadami qilishni boshlasangiz, qilayotgan, kirgizayotgan danningiz bo'ladimi, sifringiz bo'ladimi, tushunib kiritasiz. Chunki siz o'sha faktda nima bo'lishini bilasiz, kirgizayotgan narsangizni oxiri nimaga yetaklashni ham bilasiz, maza qilib ishlaysiz. Agar siz tuppa kelib turib o'tirib olsangiz, siz faqat operator ishini qilayotgan bo'lib qolasiz xolos.